Assalomu alaykum. Bugun eng dolzarb bo'lmish juda bir zo'r mavzuni tanladim. Yaqinda juda bir katta statyani o'qiganimda shunaqa bir chiroyli mavzu haqida yozilgan ekan va o'zim o'ylanib qoldim. Har kuni, har daqiqada, har qayerda bunday insonlarni uchrataman. Agar siz men nima haqida gapirmoqchi bo'lishimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha albatta ko'ring. Butun dunyoni Yevropa, Avstraliya qit'asiga borasizmi, O'rta Osiyoda, Rossiyada deysizmi, hattoki bizning O'zbekistonda ham o'shana biz har kuni ko'chada ko'radigan mahsulotlarda mahsulotda bu yozilgan. Bu nima deb o'ylashingiz mumkin? Bu albatta sigareta. Qaysi mahsulotda ko'rgansiz? Margarinda ham, aroqda ham, hattoki butun o'sha biz iste'mol qiladigan energetik ichimliklarda ham yozilmagan. E'tibor berib qarang. Faqat sigaretada yozilganki, sigaret chakish bu o'lim degan edi. Butun dunyoda bu narsa hamma joyda bir xil. Lekin biz shunga qaramasdan baribir buni iste'mol qilamiz. Men o'zimga savol berdim doktor sifatida. Nima uchun insonlar shu narsaga e'tiborsiz deb? Javobi quyidagicha. Organizm o'zida alkogol ishlab chiqaradi. Boshqa kerakli bo'lgan juda ko'p fermentlarni ishlab chiqaradi. Lekin sigaretada nima bor deb o'ylaysiz? Hammadan so'rasangiz agar nima deydi? Nikotin deydi. Nikotin deb o'ylaysiz. Lekin nikotin bu organizmda yo'q. Bu sun'iy tashqaridan kiradigan biz uchun kerakli bo'lgan aslida mahsulot hisoblanadi. Lekin bu zaharli. Biz sigaretani agar oladigan bo'lsak agar, bu zaharli sigaretani qopig'i qog'oz deb o'ylaymiz. Afsus, qog'oz emas u. Bunga juda e'tiborli bo'ling. Bunga e'tiborli bo'ling. Siz oilangiz uchun keraksiz. O'sha qobig'ida eng ko'p miqdorda zaharli modda saqlanadi. Bu kiradigan o'sha biz chakkanimizda, o'zimizga tortganimizda o'sha zahar bizni ichkarimizga kiradi. Lekin uni chiqish joyi yo'q. To'g'ri, zahar deyishingiz mumkin. Podshohlar ham hatto qadimda Fir'avn ham undan kelgan barcha ko'p nimalar zahar kam-kam miqdorda iste'mol qilgan. Lekin uni chiqish yo'li bo'lgan. Ular iste'mol qilgan. Ular bundoq tortmagan. Ular iste'mol qilgan. Uni chiqish joyi mavjud. Biz sigaretani tortganimizda bizda xuddiki bir o'limni o'zimizga tortamiz. Yo'q, men o'lmayman deb chiqaramiz. Yana o'limni tortamiz, yana yo'q deb chiqaramiz. Degan vaqtimizga o'lmayman, yana o'laman, o'likni o'zimizga o'lim nikotinni tortamizda, bu nikotin asli organizm uchun zahar hisoblanadi. Yana qaytib chiqaramiz. Bu qanday bu? Organizmda chiqish joyi bo'lmagandan keyin u organizmda to'planadi va butun organizmni zararlaydi. Nafaqat yurak qon tomir sistemasi, bu o'pkani birinchi o'rinda zararlaydi. O'pkada nima almashinuvi bor? O'pkada biz bilamiz, kislorodni qabul qilamiz. U kislorod bilan kiradi organizmga va o'pkani zararlashni. Keyinchalik bu nima asoratlarga olib keladi? Keyin umrimizni misol uchun ma'lum muddatiga yetgandan keyin nima bo'ladi? Biz shifokorga qatnay boshlaymiz va u shifokor sizga ma'lum bir ko'p dorilarni yozishni boshlaydi. Axir sizda boshiga aytilgandi, sigaretaning ustida o'lim deb yozilgan. Siz bunga e'tiborli bo'lmadingiz. Azizlarim, keling, bugundan boshlab o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor bering. Shu sigaretani tashlang va hayotga yanada quvonchli qayting. Chaquvchilarga agar savol bersangiz siz nima deb o'ylaysiz? Nima javob beradi? Bilasizmi? Ular aytadi. Nega chakyapsan deb savol bersam, shu ko'chada yurganlarga bilmayman deydi. Birinchi savol. Ikkinchisi aytadiki, voy, hamma chakyapti-yu deydi. To'g'ri, hamma chakadi. Lekin u bilmaydiki, ma'lum muddatdan keyin baribir xohlasa xohlamasa uni sog'lig'i o'zi shifokorga borishga majbur bo'ladi va undan ko'p kasalliklarni qila boshlaydi. Uchinchisi-chi, men chakishni tashlab bilmayman. Bu meni hayot tarzimga, men 10 yil chakdim, men 20 yil chakdim, 30 yil chakdim deb aytadi. Lekin biz albatta shifokor sifatida bu narsani aytishimiz shart va yetkazishimiz shart. Qachongacha chakasiz? Savol bersak, u bu javobni ham bilmayman deb aytadi. Sababi
Shuning uchun bu videoni tayyorlashdan asosiy maqsadimiz ham shu. Meni maqsadim sizlarni qo'rqitish emas, faqat hayot tarzingizni chiroyli va bardavom, oxirgi o'limingiz xayrli va og'ir kasalliklarning kechmasligini sababchi bo'lishini xohlayman. Salomat bo'ling, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.